Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar. Bugun 2-dekabr 2025-yil. Tadbirkorlar bilan uchrashuvni o'tkazamiz. Mijozlarimizda mavjud muammolarni o'rganish va tadbirkorlarda muammolar orqali aniqlanganda yangi ish o'rinlari yaratish masalasida uchrashuv o'tkazamiz bugun. Bizlarda bugungi kunda 312-qarorga asosan 100 million so'mgacha kafillik asosida yoki sug'urta bilan 300 million so'mgacha garov bilan beradigan tadbirkorlarga kreditimiz bor. Bayramimiz 4-kuniga loyihaga kirganligi uchun 20% kredit ajratamiz. Ayol kishi bo'lsa tadbirkorimiz 18% kredit beramiz. Bundan tashqari mahalla loyihasi kreditimiz mavjud. Mahalla loyihasida kreditimizda 50 million so'mgacha naqd pulda beriladigan kreditimiz bor. 25% kredit. Bularni ham ayol tadbirkorga beradigan bo'lsak 23%, ya'ni 2% chegirma bilan berishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari biznesga ko'magimiz bor. Birinchi qadam ko'makchilik kreditimiz bor. 17 million so'mgacha bu kreditimiz bo'yicha 17 milliongacha kredit beramiz. Sug'urta kafilligi yoki kafillik shartnomasi asosida kredit ajratsak bo'ladi. Ishlab chiqarishda barcha turiga xizmat ko'rsatishga berishimiz mumkin. Agar shu masalada kimlardir murojaatlar bo'lsa, marhamat o'tirib yozib olamiz. Marhamat savol berish lozim. Yo'qmi? Rahmat. Ishtirok uchun. Katta rahmat sizlarga.